ulab qo'ygan suv. Unisi ko'rinmayapti lekin. Endichi. Yo'q, Endichi. faqat yo'q. Graf O'ziga ham o'chdi. grafik ko'rinmayaptimi? Yo'q. O'ziga ham o'chdi. O'ziga ham o'chdi. Xo'sh. Endichi. Ko'rindi. Yaxshi ko'ryaptimi grafik? Cho'tki. Xo'p, qaranglar. Bugungi o'tadigan temamiz 5 minutlik time frame'da ishlaydi. 5 minutlik time frame'da. Yozadiganlar yozib olinglar. Sessiyalar bilan ishlanadi. Mana bu yerda indikator degan joyga kirasizlar. Indikatorga kirasizlar. Indikatorda sessiya degan joy bor. Mana session. Yozsanglar chiqadi. Mana bu yerda Lux Algo deganikini olsanglar bo'li yaxshiroq. Mashina olasizlar, ulaysizlar. Xo'p. Sessiyalarga kirdik. Bizga kerak bo'ladigan narsa 3 ta dona sessiya. Faqat 3 ta. Xo'p, Tokyo, London, New York. Mana bu nastroykasiga kirganinglarda nimani o'chirib qo'ysanglar bo'ladi, Sidneyga. Sidneyga o'chirib qo'ysanglar bo'ladi. Xo'p. Хорошо. Biza qiladigan narsa nima? Mana shu indikatorimizni yoqqandan keyin biza sessiya kirishida mana bu yerda to'g'rilab qo'yishinglar kerak bo'ladi, pastda. UTS 5 qilib qo'yishinglar kerak. Bizani vaqtga to'g'rilab, mana bu yerda karanchi bor, o'shani to'g'rilab qo'yishinglar kerak. Boshlaysizlar. Birinchi sessiya ochilishi bilan birinchi 5 minutlik sham kerak bo'ladi bizga. Birinchi 5 minutlik sham. Masalan, mana shu joyda mana Tokyo kirishi bilan kun boshlangan, kun hop Sunday bo'lsa, shanba, mana dushanba boshlandi. Mana Tokyo kirib keldi. Bundan oldin Sidney bo'ladi. Sidney lekin kerak emas bizga. Tokyoda birinchi kirgan 5 minutlik sham, mana bu. Kirib yopilgan sham kerak. Mana shu shamni olasizlar, birinchi 5 minutlik shamni. Tak belgilaysizlar. Mana. Bu qaysi tarafga probitya bersa, o'sha tarafga qarab bitim qidiriladi. Tushunyapsizlarmi? Masalan, men bu 5 minutlik shamni tepaga proboy qildi. Bo'ldi, biza bu joydan bay qidirishni boshlaymiz. Limitga qo'yiladi, mana shu zonaga kelishi bilan ishlanadi. Take 1 5 punkt bo'ladi. Masalan, 42-23 bo'lsa, 42-28 birinchi take profit bo'ladi. O'zi 10 punkt tushsa bo'ladi. Mana shu narsani buzgandan keyin mana kelyapti, limitimizni olyapti, ishlab beryapti. Bu narsa keyingi sessiya kirguncha aktiv bo'laveradi. Yana imенно o'sha joyga kelyapti, o'sha joydan reaksiya olib ketyapti. Keyingisi mana. Keyingisi London sessiya mana. London sessiya kirdi, to'g'rimi? London sessiyani ham birinchi 5 minutligini belgilab olinadi. Mana. London sessiya buzishga harakat qildi, buzolmadi, pastni ham buzolmadi, tepani proboy qildi. Tepa proboy bo'lgandan keyin xuddi o'sha joyga kelyapti, kassani beryapti. Bir marta keldi, ishladi, ikkinchi marta keldi, ishladi. Bo'ldi. London sessiya tugadi. Endi bu yoqda New York sessiya kiryapti. New York sessiyada ham xuddi shu narsani olinadi. Birinchi 5 minutlik oldik. Tepaga probitya berdi. Berishi bilan sraz limitkalarni oldi. Ko'rasizlarmi? Limitni olishi bilan 56 bo'lsa, Mahmud 64. Birinchi take profit 5 punktda edi, to'g'rimi? 5 punktimizni oldi, dalshi pastga tushdi. Pastni probitya qildi. Ko'rasizlarmi mana bu joyda? Qaytib keldi, biza
pastga buzgandan keyin sellga ishlaymiz. New York sessiya hali tugamadi, to'g'rimi? Mana bu yerda cho'zamiz buni mana. New York sessiya tugamadi. Pastni buzdi, pastga ketdi ishlash. Mana shu joyda mana 48 dan 18 gacha tushdi pastlik. Xo'p, keyingi kun. Xo'p, mana bunaqa Tokyo kirishi birinchi 5 minutlik. Xo'p. Birinchi pastga buzdi. Ko'rasizlarmi? Bu yoqda qanaqa 25 dan 27 gacha 2 punktli zona. Zona juda ham kichkina. 2 punktli zona mana bunaqa holatda ham bo'ladi. Masalan, tepaga buzdi. Ko'rasizlarmi? Biz keldi, mana bu limitlarni taxladik. Limitlarimiz oldi, lekin 5 punkt chiqmadi. 5 punkt chiqmadi-da, pastga buzdi. Bu degani stop oldi degani. Mana bu yerda bizda bitta stop bor. Stop olgandan keyin bu pastga buzib ketdi oqib, to'g'rimi? Bu zona bizda qovuradi, sell zona bo'lib. Ko'rasizlarmi? Narx qaytib kelyapti. Bizning limitimizni yana olyapti, oqyapti. Kelyapti, yana olyapti, yana oqyapti. Imminda mana shu birinchi 5 minutlik. Mana bunaqa joyda $1, $2 stop olish mumkin. Lekin kun davomida qarang ishlashini, bir marta, 2 marta ishlayapti. Shuni o'zi bilan ham yaxshi ishlasa bo'ladi demoqchiman. Xo'p, mana bu joyda mana kirdi zona, tepaga buzdi, to'g'rimi? Tepaga buzdi, keldi, limitlarimiz oldi, xuddi shunaqa narsa bo'ldi yana. Dars tepaga buzdi, bu yoqdan bitta tekka oldi. Pastga yana mana bu yerda buzdi. Bitta tekka olgan joyda sirazi bitta stop ham oldi. Stop olishi bilan mana shu joyi o'zidan limitni olyapti-da, pastga oqib ketyapti. Xo'p. Mana bu joyda uje ishlamaymiz, chunki bu yoqda uje sessiya New York kirgan bo'ladi. New Yorkda qaranglar nima bo'lyapti. Xo'p. Mana bu sham. Mana 5 minutlik sham. Bu shamni bizda pastga buzib qo'ydi, ko'rdinglarmi? Pastga buzgandan keyin kelyapti, mana limitkani olyapti mana bu joyda 0.9 dan 0.2 gacha tushib beryapti, 7 punkt. Birinchi tek oldi. Tek olgandan keyin biza kelganda yana bu yoqda sell kiramiz. Sell kirganda bu uje tepani buzyapti. Mana shu yerda yopiladi bitim. Yopilgandan keyin uje bizni bayga bitim qidiramiz. Narx qaytib kelyapti. Mana shu joyda limitni olyapti-da. Xo'p, 15 dan xo'p, 25 gacha 10 punkt chiqib beryapti. Dalshi yana pastga buzyapti, yana xuddi shu joydan oqib ketyapti. Yana bu joyda biza savdoga kira olamiz. Qayerda? Mana bu joyda. Keldi bizada sell bitimimizlarimizni oldi. Dalshi yana mashdan 9 dan yana 2 gacha tushib berdi. Bu yoqda qaranglar, bitta stop olyapti, ikkita stop olyapti. Mana shu zonani o'zi. Lekin bir marta ishlayapti, 2 marta ishlayapti, 3 marta, 4 marta ishlab beryapti. Sizlar 2 marta foydani olib chiqib ketgan bo'lasizlar, xuddi shu joyda. Tushundinglarmi? Eshitilyaptimi? Eshitilyapti, ustoz eshitilyapti. Xuddi shunaqa qilib har bitta nimalar Tokyo, London, New Yorklarni har bittasida kirsanglar bo'ladi. Endi bu zonalar bizda kokaga yoki boshqa narsaga qanaqadir bloklarga to'g'ri kelsa, undan ham zo'r ishlaydi. Может, kunlik atir 1 soatlik bor-ku, o'rgangansizlar. O'sha narsaga to'g'ri kelsa, unda ham dahshat ishlaydi. Masalan, mana bu joyda mana 5 minutlik sham. Qarang. 5 minutlik sham pastga proboy berdi. Proboy bergandan keyin limitni oldi, bitta oqdi. Keldi 2 ta oqdi, keldi 3 ta oqdi. Yana keldi 4-marta oqdi. Ko'rasizmi? Keldi 5-marta oqdi, keldi 6-marta oqdi. Uje 7-marta buzib ketib qoldi. Bitta 5 minutlik shamni o'zi mashitda qoldi, sizga keldi, mashitda 001 kirganingizda ham
Hop. 207 bo'lsa 200. 7 punkt. Bu yoqda hop 4 punkt, yana 4 punkt. Mana bu yerda hop 97 bo'lsa 10 punkt. Xullas mana shu o'zida bir 30 punktli sizga yurib berdi. Bitta 5 minutlik shamni o'zi. Keyin New York kirdi. New Yorkga birinchi 5 minutlik shami. Uni olasiz. Tepaga buzdi. Kelmadi limitga. Bu yoqqa keldi. Biza kirdik, lekin biza pastni buzdi, stop oldik mana shu yerda bitta. Dalshi mana bu yashil sham kirib kelyapti, limitni olyapti-da. Qarang. 12 dan 7 gacha 5 punkt take profitimizni olib beryapti. Dalshi tepaga buzyapti. Tepaga buzgandan keyin xuddi shu joyga kelyapti, yana yuryapti. Yana xuddi shu joyga mana bu qizil sham kelyapti, yana yurib ketyapti. Mana bu joyda pastni buzib ketdi. Stopimizni oldi. Buzgandan keyin biza yana sellga bitim qidiramiz. Xuddi shu joyga kelyapti, sell ketdi shu joydan. Yana shu joyga keldi, yana sell ketdi. Yana shu joyga keldi. Bu uje sessiya o'zgarib ketdi, boshqa sessiyaga kirib ketdi. Tokio ochildi. Tokio ochilishi bilan qaranglar. Mana bu Tokiodagi birinchi 5 minutlik sham tepaga buzildi. Limitimizni oldi, bitta foyda berdi. Keldi, yana bitta foyda berdi. Ikkinchisida pastga buzdi, stopimizni oldi. Biza uje nima ishlashimiz kerak bo'ldi? Eshitilyaptimi? Eshitilyapti. Sell ishlashimiz kerak. Narx yana shu joyga keldi, ketdi sellga, ko'ryapsizmi? Pastga necha punkt. Bitta stop, lekin 1, 2, 3 ta take profitni berdi. Xuddi shu joy yana London sessiyasi kirib keldi. Londongacha biz 3 marta ishladik, to'g'rimi? Londondagi birinchi 5 minutlik shamni oldik, tepaga proboy berdi. Ichkarida limitlarimizni oldi, 1 marta ishlab berdi. Keldi, ikkinchi marta ishlab berdi, ketdi. Yana dalshi tortamiz, keldi, 3-marta ishlab ketdi. Uje botda New York sessiyasi ham kirdi. New York sessiyasidagi mana bu shamni olamiz. Mana 5 minutlik sham. Bu yoqda qolib ketdi. Tepaga yana proboy berdi. Keldi, limitlarimizni oldi, 1 marta ishladi, yana keldi, limitimizni oldi, ikkinchi marta ishladi. Yana cho'zib qo'yamiz, yana shu New York sessiyasida yana kirsa, kirishimiz kerak bo'ladi. U kelmadi, ketdi pastga. Tushundinglar? Вообще oson. Lekin вообще zo'r narsa ekan ustoz. Охуительный narsa, aka. Вообще zo'r narsa ekan. Вообще zo'r. Men o'zim buni test qilib maza qildim, to'g'risi. Men hozir mana kod berayotganingizda ham misol bitta stop bo'lishi mumkin ekan, lekin 3-4 marta zo'r ishlab beryapti-da. Endi stopingiz ham qanaqa? 5 minutlik sham-ku bu. 5 minutlik shamda mana buni qarang. Stopingiz qanaqa? 25 dan 27, 3 dollar, 2 dollar, mantam 3 punkt. Maksimum olsa 5 punktli stopni oladi-da, lekin yurib berishi 10 punkt, 20 punkt har bitta kelganida vashi kayf beradigan narsa. Shu zo'r strategiya ekan вообще, bora. Men ertaga xudo xolasa vashi ishlataman. Ya bunu sırası işleting. Ya sırası işletmeyin ki. Bunu kuzating. Birinchi kuzatib ko'raman. Bir hafta kuzating. Bir hafta kuzatgandan keyin masalan siz bilasiz, siz o'qigansiz, kokani bilasiz, blokni bilasiz. Kunlik 1 soatlik sham bor, bilasizlar-ku, to'g'rimi? 1 soatlikda ishlashni. Masalan 1 soatlik kun kirib kelishida o'sha sessiyada men masalan Tokio kirdim hamda, to'g'rimi? Men bu joyda Tokio kirdi. 1 soatlik kun ochilgani men bu. Ko'ring, mana shu New York ichida bo'ladimi, qaysi tarafga buzgan, qo'shimcha подтверждение bilan ishlasangiz, va shu maza qilib olasiz. Bo'ldi, baraka toping. Sizlarga yana bitta vazifa, buni 15 minutlikda ko'rib chiqishinglar.
Men 15 minutlikda pashti qaramadim, lekin 15 minutlikda bitta ko'rib chiqsanglar, bu undan ham shum kamroq bo'lishi mumkin. Bitta prosta tak uni ko'rsangiz ham 15 minutlik shammi, masalan, men bu joyda. Qarang. Men bu joyda 15 minutlik sham, to'g'rimi? Ha, Tepaga buzdi, men bu joydan bizda. pastga buzdi, pastga ketyapti. Buni men bu shamni olasiz. Uje. Hmm. Mana pastga buzdi, pastga ketyapti. Qarang, tepaga buzyapti, mamutga kelyapti, uje tepaga ketyapti. Bu o'zi 5 minutlikda ishlanadi, lekin 15 minutlikda ham test qilib ko'ringlar. Bo'ldi. Lekin xudo xolasa foyda qilasizlar. Chunki Baraka top. yaxshi narsa. Cho'tki ekan. Oson, lekin tushunishi oson. Oson ekan. Tushunishi vashi oson. Даже ayollar ham, qizlar ham bemalol tushunib ishlab ketaveradi. Mana qiyin joyi yo'q. Prosta sessiyani yoqasizlar, 5 minutda olasizlar. Sessiya mana shu ochilgan joyda, mana shu yerda ochildimi, bitta sham 5 minut yasaldimi, mana shuni sirasi zona qilib olasizlar. Bo'ldi. Zona bo'lgandan keyin mana shu zona bo'lgandan keyin qaysi tarafga zonani buzsa, bu yoqqa buzsa, ketdimi, mana bu yerda limitli turadi bay uchun. Keldi, limitlarni oldi, ketdi. Agar pastga buzsa, selga limitli qo'yib qo'yasizlar, xuddi shu joyda. Ya'ni keldimi, oladi, ketdi. Mana shunaqa ishlanadi. Bo'ldi, ustoz, baraka toping. Bo'ldi, tushungan bo'lsanglar bo'ldi. Savollar bo'lsa beringlar. Ikrom aka, Shavkat aka, tushunmagan narsalar bo'lsa aytinglar. Assalomu alaykum. Ustoz Farmon, yaxshimisiz? Yaxshimi? Yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Yo'q, hammasi cho'tki aka, tushunarli bo'ldi. Tushundingizmi? Senga kuzat. Ha. Shavkat aka, tushundingizmi aka? Tushundim. Aka, $1000 tema-da bu. Sekin keyin kelib o'zingizlar bilib tashab ketarsizlar. Inshaalloh. Bozga shukur. Sog' bo'lsin. Qobil aka, qanday siz? Zo'msiz?